Bu mashinamizning nomi Changan Fermer. Hozirgi kunda sotuvda bor. Bu mashinalarimiz juda ham sifatli. Bu mashinani biz ko'p sizlarga ko'rsatganmiz. 7 litr benzin yeydi. 90 talik bir anaqada metanlarda 250 km yuradi. Ekonomik. Undan tashqari bu mashinaning ramalarini mana ko'rib turganingizdek baquvvat 2 tonnagacha tashchinosi bolalari baliq ham tashyapti. Keyin bundan tashqari buni 35 ming kilometr yurgani ham bor, 12 ming dollar turadi. Buni ham inobatga olib qo'yinglar, sizlarga foydam tegsin. Keyin bu mashinani mana ochiq borti ham bor. Hozirgi kunda buni 2,5 metrligini ham olib kelganmiz. Buni ham bemalol ko'rsangiz, masalan bu 220 bo'lsa, 2,5 metrligi ham bor. To'lov turlari bo'lib to'lash, перечисление, naqd 25% to'lab bank orqali ham bir kunda chiqarib beraman. Bu mashinalar hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha tanildi. 5000 taga yaqin mashinamiz ko'chada yuribdi. Motorlari juda ham ekonomik, tsep motor, Mitsubishi Yaponiyaning texnologiyasi bo'yicha ishlanayotgan mashinalarga hisoblanadi. Mana oq, Stanley Svet, Changan mashinamiz olgan mijozlarimizga va yana kelajakda olmoqchi bo'lganlarga bu mashinamizda 5000 tadan ziyod O'zbekistonda yuribdi. Yangi chexol, poliklar qilganmiz. O'shalarni sizlarga ko'rsatamiz. Mana chexolimizni ko'rib turganingizdek yo'llari juda ham yaxshi ko'jadan, eko ko'jadan qilingan. Undan tashqari brendoviy kompaniya Cardinaldan spesialni qilingan. Mana qarang, orqalari ham ko'jalari zo'r. Buni yuvib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Keyin har tomonlama qishda ham, yozda ham qiynalmaysizlar. Mana tikilishlari juda yaxshi. Agar olmaganlar bo'lsa, olsin. Men telefon raqamlarini tashlab qo'yaman. Juda yumshoq, unda o'tirganingizda bemalol, komfortli. Mana bu ko'jani bilasizlar, uncha artib tozalab qo'ysanglar toza bo'ladi. Mana bu ham lekin suvga yaxshi, bemalol tozalab, artib, surtib ishlatsa bo'ladigan. Chunki bizda bilasiz, anaqa bu ishlaydigan mashina bo'lgani uchun ko'pincha kirib qo'yishadi, lekin juda ham kirchimol va o'tirganda mana qulaylik, yumshoqligi hammasini komfort qilib qo'yganmiz. Mana ko'rib turganingizdek orqa sidenlari hamma mashinalarimizga tiktirganmiz. Bundan tashqari mana ranglarini ko'ryapsiz. Ranglari ham chiroyli chiqqan. Mana orqa tomonlari koja, uncha-munchaga yirtilmaydi, yaxshi eko kojadan qilingan. Ki mana oldilari ham, orqa tomonlari ham ko'rib turganingizdek juda ham dizayndan ishlov bergan. Keyin bu mashinani ham xuddi chiroyli yengil mashinada ertaga ishlatib yursanglar ham bo'ladi. Ham mehmondorchilikka borsanglar ham. Umuman mashinani ham bu xuddi kiyim sifatida yaxshi. Buni 3 xil, 4 xil modellari bor. Hammasidan qilib qo'yganman. Mana ikkinchi mashinamizga ham xuddi shu model mashinamizni mana ko'rib turganingizdek eko, mana poliklarni ham zakonnisini qo'yganmiz. Mana ko'ring, juda ham sifatli. 1 yil, 2 yil bemalol mazza ishlatasizlar. Hozir mana bunaqa zo'r qilib mana ko'rib turganingizdek bu chexollar juda ham yaxshi, chexol emas, poliklar yaxshi. Buni mazza qilib ishlatasizlar. Bular ham uncha-munchaga ishdan chiqmaydi. 1 yil, 2 yil ishlatsanglar bo'ladi. Yaxshi joylardan zakaz qilib, chiroyli narsani yasatib qo'yamiz. Mashinamiz umuman qaraganda sifatli bo'lgani uchun bunga yanada sifatli narsalarni qo'shimcha qilib boramiz bundan keyin ham. Mana shu mashinalarimizning mana chexollarini ko'rdinglar, poliklarini ko'rdinglar. Bizdan sotib olgan bo'lsanglar mashinalarni zakaz qilsanglar, dastavkalarimiz bor. Chexol, poliklarni dastavka ham qilib beramiz. Luboy viloyatga bo'lish qat'iyan nazar. Undan tashqari mashina bilan birga sotib olsanglar ham bo'ladi. Mashinamiz 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Hozirgi kunda Sergeli mashina bozoriga yetmasdan Telegram gruppaga qo'shilsanglar, lokatsiyani tashlab qo'yaman. Bosh to'lov 55 million to'lab, mashinani olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Mashinani kelib, haydab ko'rib, xarid qilsanglar ham bo'ladi. Mana mashinani yana bir marta ko'ringlar.